Ko'p belgini javobini bilishimiz uchun avval bir belgini nechiga teng ekanligini bilishimiz kerak. Bir belgi algebrada bir sondan iborat bo'lgan sonlarga aytiladi. Ko'p belgi esa qisqacha qilib aytganda bir necha bir belgilarni to'plamiga aytiladi. Ikkalasini o'zaro hisob-kitob qilish orqali masala javobi aniqlanishi mumkin. Hech qaysi biri ko'rayotgani ham yo'q. Bu yerda nima qilyapman o'zi? Mayli unda. Kelinglar unda x kvadrat qo'shamiz 2x kvadrat qo'shamiz x kvadrat minus 3. Bir belgi bir sondan iborat bo'lgan son. Ko'p belgi bir necha bir sonlar iborat bo'lgan son. Ahmoqlar hatto buni ham tushunishmayapti. Bu yerda o'zi nima qilyapman? Ishonmasligingiz mumkin. Lekin baholarim rasvo. Oyi, akademiyaga borgim kelyapti. Oyi, menga qo'shimcha ustoz kerak. Ustoz, menimcha va nihoyat tushundim. Gamin. Chindan hech narsani qoldirib yubormadingmi? Balki xato bo'lgandir. Nahotki shunchalar ahmoq bo'lsam? Yo'q. Bor kuchim bilan harakat qilmayapmanmi? Ta'lim hayotimizdagi asosiy narsa emas. Chunki yaxshi baho olgim kelyapti. Buni ajoyib yo'lini topdim. Yo xudo, kollejga kirgim kelyapti. Agar kollejga kirmoqchi bo'lsang, Yuson o'qishiga borgin. U yerda maxsus bo'limi orqali o'qishga kirishing mumkin. Hoy, nima tentakmisan? Yusonga borgandan o'lganim yaxshi. Bu ham to'g'ri. 1 2 3 come on. Yuson o'qishiga xush kelibsiz. O'sha o'qish o'ylaganimdan boshqacha bo'lib chiqdi. Oy, nimaga qarayapsan iflos? Oy, baqiraymi? Nega baqirayapti tushunmadim, oy! Pastga qara eshak, pastga! Agar bu yerda tirik qolib yaxshi baho ola olsam, universitetga kirishim mumkin. Yana xato qildim. Odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab, ularga baholarni keragi yo'q deb o'ylagandim. Lekin u yerda hamma aqlli ekan. Lekin taslim bo'lishga hali erta. Imkonsiz yo'lda imkon yaratish. Yashirin qartan bor. Aydab studiyasi tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berishda Mahsuma va Ilhom ishtirok etdi. Maza qilib darama ko'rish vaqti keldi. Qani, kes. 내 눈에 싹 다 basic 보다와의 step pipe 들어펴진 내 black tie project my necktie 기본이 안 돼 있는 stupid I'm ready to fire right ambition is game plan 이 plan에 후돈 없이 bad vision on my mind you made it match 싹 다니 내 땜반 날 check 가방 안에 매체로 누비나 blog 안에 boss right backpacker 지가방 안엔 굳은 다짐이라 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the Bo'lmas.
Bu emas. Bunisi ham emas. Bu emas. Topdim. O'qishni istaydigan bolani topdim. Birga dars qilishga nima deysan? Bilgandim. Unga taklifim yo'qdi. Haligi 173-o'rin. Sen 170-san, shundaymi? Qani urishamiz eshak? $170 ga qarshi chiq! Omadsizlar jangi! Qani tur! Tur dedim. Ay, 170. Yaxshi jang qilmasang, ustingdan shikoyat qilib berishim mumkin. Qani bo'l urish! Ya Xudo. Namuncha zerikarli jin ursin. Qani ketdik. G'olib 173-chi. Asbot shu yerda. Bo'lishi mumkin emas. Hali tugagani yo'q-ku. Nega jangni to'xtatding? Nima bo'lyapti? Asabni o'ynayapti bular. Qo'ng'iroq chalindi. Eshak miyalar joylaringga o'tir. Obbo, sassiq chol keldi. Yaxshimisan? E'tiborni jamla. Janob Bakhojrin shaxsiy sababga ko'ra ishdan ketdi. Shuning uchun sizlarga bugun yangi sinf rahbari tayinlandi. Kira qoling. Hammaga salom. Meni ismim Li Hangyon. Men 10-sinf uchun javob beraman. Tanishganimdan xursandman. Nima? Li xonim? O'zi qachondir yaxshi baho olarmikinman? Albatta. Senda qobiliyat bor. Rostdanmi? Mana bu seni qobiliyating. Va bularning bari g'alaba bilan tugaydi. Xo'sh, endi davomat qilib olamiz. Shin Gyonuk. Chakishga ketdi. Shunaqami? Unda yo'q degani bu. Yusin Yon. Yo, Xudo, uxlagim kelganda shovqin solishini qara. Buni kim qildi? Kim qildi, qani tan ol. Hoy, bu nima qilganing? Ustozga rahmat ayt. Ay, Lexyanu, eshak, hozir meni qahvamni uloqtirib yubordingmi? Eshak, ha, eshak dedim. Xo'sh, kimga ketganmiz, qani tanla? Lexyanuga ketganman. Jinnimisan? Baho juda ham kam-ku. Hamma joyiga o'tirsin. Hoy, ustozni aytganini qilinglar.
ustoz. Voy, sen. Gamin. Ancha ulg'ayibsan. Seni tanimabman ham. O'shanda senga bir og'iz so'z aytmay ketganim uchun hayron bo'lgandirsan. Ha, ozgina. Kechir, sabablarim bor edi. Hammasi joyda. Aytgancha, Li xonim, bu yerda ishlab qolasizmi? Nimaga edi? Avvalgi ustoz bir oy ham bu yerda ishlay olmadi. Bugun meni birinchi kunim. Nima? Bir kun ishlab ketsam uyalgan bo'lardim. Lekin baribir Minnatdorman. Ancha ulg'ayib endi mendan xavotir olyapsan. Aytgancha, seni hozir o'qishlaring qanday? hozirgina bir nimani o'ylab topdim.